Qishloq xo'jaligi kooperativi to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Qonunchilikka muvofiq qonun qishloq xo'jaligi kooperativining tashkil etilishi, faoliyati, qayta tashkil etilishi va tugatilish sohasidagi munosabatlarni tartibga soladi. Qonunga muvofiq qishloq xo'jaligi kooperativi qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshirish uchun pay uslugi jismoniy va yoki yuridik shaxslarning ixtiyoriy ravishda birlashishiga asoslangan mustaqil tijorat tashkiloti hisoblanadi. Kooperativ qishloq xo'jaligi sohasida xizmatlar ko'rsatish bilan bir qatorda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, saqlash, qayta ishlash va realizatsiya qilish, shuningdek qonunda taqiqlanmagan boshqa faoliyat turlari bilan shug'ullanish huquqiga ega. 16 yoshga to'lmagan jismoniy shaxslar, shuningdek kooperativ ustavi talablariga javob beradigan yuridik shaxslar kooperativ a'zolari bo'lishi mumkin.